Tayyor slayonli xamirdan bolalar va kattalarga teng yoqadigan qarsildoq ruletlar tayyorlaymiz. 1 kilogramm tayyor slayonli xamirni yoyishga oson bo'lishi uchun ikkiga bo'lib olamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib olamiz. Ukropni maydalab to'g'rab, chesnokni ham ezib solamiz. O'simlik yog'ini quyib, yaxshilab aralashtirib, teng ikkiga bo'lib, yarmini yoyilgan xamirga solib tekislab olamiz. Kolbasani kubik shaklida to'g'rab, kolbasani ham sepib olamiz. Sirni qirg'ichdan o'tkazdirib, sirni ham sepib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib, rulet shaklida o'rab olamiz. 1,5 sm qalinlikda kesib olamiz. Qolipga joylashtirib, tuxum sarig'ini surib, oldindan qizdirilgan duxovkada qizartirib pishirib olamiz. Qarsildoq mazali ruletlarimiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Bir zumda tayyor bo'ladi. Mehmonlar uchun tayyorlasangiz ham bo'ladi. Stolda juda ham chiroyli chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, yaqiningizga yuborib qo'ying. Yoqimli ishtaha.